Yeğitli qo'yning go'shida sho'rpisa beyavermay, manda o'xshagan go'sht polo etmi yapaqimiz, quvvatli ham tamlik bo'ladi, bir oylik ishlarga naytmas keldi. Go'sht polo etishni o'lchamni o'rganib chiqamiz. Oldi bilan qozonga 250 gram may qo'yib, mayni qizitib olamiz. Keyindan oz miqdorda yangi qo'yning quyruq maydini to'g'rab solamiz. May qo'rilib musharat kelgan vaqtda yarim tal bosh piyozni inchik to'g'rab buni solamiz va buni 30 sekund atrofida qo'rib, mezilik puroq chiqarib olamiz. Texnik ko'p kishilarning foydalanib qilish uchun bir tal yurakni 6 tal raqamdan yo'llab yulduz belgisini bosib saqlab oling. Orqadan parchalab olgan go'shtni solib, go'shtni 2 minut atrofida kuchli o'tda qo'rib musharatga kelib olamiz. Endi qo'rib tayyor bo'lgan go'shtimizni suzib elib olamiz. Bunda qo'yganda guruch aslichib ketmaydi, chaplasholmaydi. Mayni yana bir daraja qisitib etgandan keyin to'g'rab tayyorlab olgan qizil sabzi va sariq sabzilarni solib, bunimi 3 minut atrofida qo'rib yemishlab olamiz. Keyindan suzib olgan go'shtni solib, chiroyli tizib tayyorlab olamiz. Endi odam sonimiz qarta muvofiq miqdorda suv quyib olamiz. Suv qaynab musharatlik sho'rpa holat kelgandan keyin 30 gram atrofida tuz solamiz. 5 minut qaynatib o'tgandan keyin poloning suyidan yana sho'rpasidan muvofiq miqdorda ayrim qoshiq bo'lib olgandan keyin guruchni solamiz. Guruchni sepib olgandan keyin poloning suzib olgan suyimizni ustiga quyib, tovoqni yopib dimlaymiz. Guruch sepib olgandan keyin kuchli o'tda 8 minut boshda bir qadim dimlab o'tamiz. Dimlab olgandan keyin tovoqni ochib, bir qadim poloni o'rib o'tgandan keyin o't normal temperaturada yana bo'sh o'tda 25 minutdan 30 minut